Ehtiyot bo'linglar, Toshkentga yana bitta monster kirib keldi. Qarshilarda BMW M3 Competition ZR Performance. Kapot ostida M-Power 3 litrli twin turbo dvigatelli turibdi. Bu Ramon Performance tarafdan stage 2 qilingan va bunda 780 tot kuchi bor. Mashina ustida ZR Performance ish olib borgan. Mashina jabralariga, paroklariga, oldi va orqa bamper ostilariga, oldirish o'tkasiga Street Fighter karbonlari ishlatilgan. Mashina ortida 21 dyumli, oldinda 20 dyumli zakaznoy diskalar turibdi. Tormozish sistemasi karbon keramический va Superta MK2. Salon olovrang va qora kojadan va bunga karbon elementlari ishlatilgan. Agar salonda chanqab qoladigan bo'lsangiz, sizlar uchun Barzime napitkalari ham bor. O'rindiqlar kavsha, unga karbon, koja va alkantara ishlatilgan. Bunda originalniy